I'm from Poland, but I was born in England and I live in Germany. Men Polshadanman, lekin men Angliyada tug'ilganman va Germaniyada yashayman. Men Polshadanman, lekin men Angliyada tug'ilganman va Germaniyada yashayman. Men Polshadanman, lekin men Angliyada tug'ilganman va Germaniyada yashayman. That's why I know many foods and different cuisines. Shuning uchun men ko'p ovqatlar va turli oshxonalarni bilaman. Shuning uchun men ko'p ovqatlar va turli oshxonalarni bilaman. Shuning uchun men ko'p ovqatlar va turli oshxonalarni bilaman. Assalomu alaykum, qandaysiz? Yaxshi yotib turdingizmi? Assalomu alaykum, qandaysiz? Yaxshi yotib turdingizmi? Assalomu alaykum, qandaysiz? Yaxshi yotib turdingizmi? Hello, thanks, I'm well. How are you? Alaykum assalom, shukr, yaxshiman, rahmat. Yaxshimisiz? Alaykum assalom, shukr, yaxshiman, rahmat. Yaxshimisiz? Alaykum assalom, shukr, yaxshiman, rahmat. Yaxshimisiz? Fine, thank you. Are you from Poland? Ha, rahmat. Siz Polshadamisiz? Ha, rahmat. Siz Polshadamisiz? Ha, rahmat. Siz Polshadamisiz? Yes, I am from Poland. Why? Ha, men Polshadanman. Nima uchun? Ha, men Polshadanman. Nima uchun? Ha, men Polshadanman. Nima uchun? What is your favorite Polish dish? Sizning sevimli polyak taomingiz nima? Sizning sevimli polyak taomingiz nima? Sizning sevimli polyak taomingiz nima? Of course, Polish dumplings. We call them pierogi. My mother and grandmother make the best ones. Albatta, polyakcha dushvara. Biz uni pirogi deb ataymiz. Mening onam va buvim eng yaxshisini tayyorlashadi. Albatta, polyakcha dushvara. Biz uni pirogi deb ataymiz. Mening onam va buvim eng yaxshisini tayyorlashadi. Albatta, polyakcha dushvara. Biz uni pirogi deb ataymiz. Mening onam va buvim eng yaxshisini tayyorlashadi. Wow, I don't know Polish dumplings. I would like to try them. Voy, men polyakcha dushvarani bilmayman. Uni tatib ko'rishni xohlayman. Voy, men polyakcha dushvarani bilmayman. Uni tatib ko'rishni xohlayman. Voy, men polyakcha dushvarani bilmayman. Uni tatib ko'rishni xohlayman. We'll prepare them for you tomorrow. Men ertaga uni siz uchun tayyorlayman. Men ertaga uni siz uchun tayyorlayman. Men ertaga uni siz uchun tayyorlayman. Thank you very much. Were you born in England? Ko'p rahmat. Siz Angliyada tug'ilgansizmi? Ko'p rahmat. Siz Angliyada tug'ilgansizmi? Ko'p rahmat. Siz Angliyada tug'ilgansizmi? Yes. Ha. English food good? Angliya taomlari yaxshimi? Angliya taomlari yaxshimi? Angliya taomlari yaxshimi? Not really. I like their pies. Tea is not bad either. Unchalik emas. Men ularning piroglarini yaxshi ko'raman. Choy ham yomon emas. Unchalik emas. Men ularning piroglarini yaxshi ko'raman. Choy ham yomon emas. Unchalik emas. Men ularning piroglarini yaxshi ko'raman. Choy ham yomon emas. Interesting. Do you know other cuisines as well? Qiziqarli. Siz boshqa oshxonalarni ham bilasizmi? Qiziqarli. Siz boshqa oshxonalarni ham bilasizmi? Qiziqarli. Siz boshqa oshxonalarni ham bilasizmi? I live in Germany and my spouse is from Afghanistan. From German cuisine, I like potato salad and apple pie. Afghan food is very delicious. I like ash, manta, and salad. What about you? What is your favorite dish? Ha, men Germaniyada yashayman va turmush o'rtog'im Afg'onistondan. Germaniya taomlaridan kartoshka salati va olma pirogini yaxshi ko'raman. Afg'on taomlari juda mazali. Men qovurilgan osh, manta va salatni yaxshi ko'raman. Sizchi, sizning sevimli taomingiz nima? Ha, men Germaniyada yashayman va turmush o'rtog'im Afg'onistondan. Germaniya taomlaridan kartoshka salati va olma pirogini yaxshi ko'raman.
Afg'on taomlari juda mazali. Men qovurilgan osh, manti va salatni yaxshi ko'raman. Sizchi, sizning sevimli taomingiz nima? Ha, men Germaniyada yashayman va turmush o'rtog'im Afg'onistondan. Germaniya taomlaridan kartoshka salati va olma pirogini yaxshi ko'raman. Afg'on taomlari juda mazali. Men qovurilgan osh, manti va salatni yaxshi ko'raman. Sizchi, sizning sevimli taomingiz nima? Like Kabuli palav, I have eaten it since childhood. Men Kobul palovini yaxshi ko'raman. Uni bolaligimdan beri yeyman. Men Kobul palovini yaxshi ko'raman. Uni bolaligimdan beri yeyman. Men Kobul palovini yaxshi ko'raman. Uni bolaligimdan beri yeyman. Like Kabuli palav too. Men ham Kobul palovini yaxshi ko'raman. Men ham Kobul palovini yaxshi ko'raman. Men ham Kobul palovini yaxshi ko'raman. Okay, all right, got it. Mayli, bo'pti. Mayli, bo'pti. Mayli, bo'pti. Men Polshadanman, lekin men Angliyada tug'ilganman va Germaniyada yashayman. Shuning uchun men ko'p ovqatlar va turli oshxonalarni bilaman. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshi yotib turdingizmi? Va alaykum assalom. Shukr, yaxshiman. Rahmat. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Siz Polshadanmisiz? Ha, men Polshadanman. Nima uchun? Sizning sevimli polyak taomingiz nima? Albatta, polyakcha dushvara. Biz uni pirogi deb ataymiz. Mening onam va buvim eng yaxshisini tayyorlashadi. Voy, men polyakcha dushvarani bilmayman. Uni tatib ko'rishni xohlayman. Men ertaga uni siz uchun tayyorlayman. Ko'p rahmat. Siz Angliyada tug'ilgansizmi? Ha, Angliya taomlari yaxshimi? Unchalik emas. Men ularning piroglarini yaxshi ko'raman. Choy ham yomon emas, qiziqarli. Siz boshqa oshxonalarni ham bilasizmi? Ha, men Germaniyada yashayman va turmush o'rtog'im Afg'onistondan. Germaniya taomlaridan kartoshka salati va olma pirogini yaxshi ko'raman. Afg'on taomlari juda mazali. Men qovurilgan osh, manti va salatni yaxshi ko'raman. Sizchi, sizning sevimli taomingiz nima? Men Kobul palovini yaxshi ko'raman. Uni bolaligimdan beri yeyman. Men ham Kobul palovini yaxshi ko'raman. Mayli, bo'pti.